Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Prezident Obama Kongress yetakchilarini Oq uyga taklif etib, byudjet va moliyaviy kelajak xususida muzokara boshlagan. Murosa uchun vaqt oz qolmoqda. Yangi yilgacha biror qarorga kelinmasa, soliqlar oshadi va ijtimoiy dasturlar avtomatik ravishda kesiladi. Bu degani Qo'shma Shtatlar va uning ketidan global iqtisodiyot ham yana krizisga yuz tutishi mumkin. Shohruh Hamro mavzuni tushuntiradi. Kelishuvga erishish uchun oxirgi muddat 1-yanvar. Moliyaviy jarlikni bartaraf etish shart ekani hammaga ma'lum. Respublikachi va demokratlar favqulodda muzokaralarni boshlab yuborgan. Barack Obama prioritetlarini quyidagicha tushuntiradi. O'rtahol oilalar solig'i oshmasligi kerak. Bunga erishish juda oson. Qonun loyihasini menga yuboring, darhol qo'l qo'yaman. Jorj Bush prezidentligi davrida soliqlar hamma uchun pasaytirilgan edi. Bu qonun muddati tugar ekan, Obamaning aytishicha, yillik daromadi 250 ming dollardan oshadigan amerikaliklar bu yog'i ko'proq soliq to'lashi kerak. Respublikachilar bunga rozi emas. Ularning yetakchisi John Boehner fikricha, boylarni ajratib qo'yish adolatdan emas. Iqtisodni jonlantirish hozir oldimizdagi eng muhim vazifa. Ish joylari yaratish ham buning bir qismi. Soliqlar oshirilsa, ishonavering, bunga hech qachon erishmaymiz. Qonunchilar bir-biri bilan kelishib, kompromissga erishmasa, oqibatlari jiddiy bo'ladi. 1-yanvardan hammaning solig'i oshib, avtomatik qisqartirishlar kuchga kiradi. Shuning o'zi tomonlarni sarosimaga solib qo'ydi, deydi iqtisodchi Peter Morrissey. Kongress va Oq uy kelishuvga erishadi deb o'ylayman, chunki boshqa yo'l yo'q. Demokrat va respublikachilar oyoq tirab olsa, 500 milliard dollardan oshiq qisqartirishlar va yuqori soliqlar haqida gap ketyapti. Yana bir tanazzulga darvoza bu. Dunyoning eng yirik iqtisodiyoti qayta krizisga cho'mishi, dunyo bo'ylab aks sado berishi turgan gap, jumladan Yevropada. Robert Bixby Washingtonda moliyaviy intizomni targ'ib etuvchi tashkilotga raislik qiladi. Iqtisodiyotda domino effekti degan ibora bor. Hamma narsa bir-biriga bog'liq. Bugun Yevropa davlatlari hali ham qiyin bir ahvolda. Amerika qaddini rostlay olmasa, Yevropa bilan savdo kamayadi. Eksport sur'ati tushib ketishi oqibatida Yevropa ham katta zarar ko'radi. Professor Morrissey fikricha, badavlat fuqarolar ko'proq soliq to'lagani bilan muammolar hal bo'lmaydi. Nafaqa, ijtimoiy himoya va sog'liqni saqlash sistemasi ham isloh qilinishi kerak. Ijtimoiy himoya xarajatlarini tartibga solmasa bo'lmaydi. Aks holda 6 yildan keyin Amerikada har bir fuqaroning solig'ini keskin ko'tarishga to'g'ri keladi. Harbiy dasturlar, hukumat yopiladi. Buni bartaraf etishning yagona yo'li har ikki partiya yon berish kerak. Sharhlovchilarga ko'ra, AQSh iqtisodiyoti o'zini tuzatish mexanizmlariga ega. Muhimi, Washingtondagi beqaror siyosiy muhitni tuzatish kerak. Millar Saga, Shohruh Hamro, Washington. Moliyaviy jarlikning oldini olish uchun Kongressda qizg'in bahslar ketmoqda. Bozorda esa iste'molchi va savdogar qattiq tashvishda. Yil oxirida bu mamlakatda savdo qiziydi, lekin odamlar har bir dollarini o'ylab sarflay boshlagan. Yangi yilda moliyaviy ahvol qanday bo'ladi, bu noma'lum. Bu ko'rsatuvimizda Amerika tashqi siyosati, bu davlatning siz yashayotgan o'lka bilan aloqalari, Amerika hayoti, ilm-fan va boshqa ijtimoiy madaniy mavzularni yoritamiz. Lekin kundalik radio dasturlarimiz va saytimizda so'nggi o'zgarish va xabarlar, tahliliy maqolalar va suhbatlar bilan ham tanishingiz mumkin. Qirg'iziston janubida bu dasturimizni Keremet telekanali orqali har dushanba kech soat 6:30 da tomosha qiling. Bishkekda bizni Almaz FMda har kuni kech 11:00 da tinglang. Afg'onistonda esa Samangonda, Shaharvand FM 87.8 to'lqinlaridamiz. Jonli ravishda har kuni kech 7:30 da. Hukumatni tanqid qilganimiz uchun O'zbekistonda bevosita efirga chiqa olmaymiz. Buning uchun imkoniyat yo'q, saytimizga u yerda to'sib qo'yilgan. Lekin muqobil adreslarimiz bor. Masalan, xalq.me yoki vatan.me. Ular orqali kira olmasangiz bizga murojaat qiling, sizga yangi manzilni ko'rsatamiz. Shuningdek, Sifon degan maxsus programmamiz bor. Bu blokirovka qilingan saytlarga kirishning oson, xavfsiz yo'li. Programmani yuklab olishni istasangiz, O'zbek elektron pochta belgisi amerikaovozi.info degan adresga maktub yo'llang. Biz sizga maxsus link yuboramiz.
Amerika ovozi deb qidirsangiz, teledasturlarimizni YouTube singari video manbalaridan ham tomosha qilishingiz mumkin. Mo'ymir, VKontakte, Facebook va Twitter kabi ommabop sahifalarda ham bormiz.